O'zbekning eng mashhur grossmeysterlarini bilasizmi? Bu savolni eshitganda katta yoshdagilarning xayoliga avvalo o'zbek shaxmati tarixidagi ilk grossmeyster Yuriy Agzamov va 2004-yilda jahon chempioni bo'lgan Rustam Qosimjonov keladi. Yoshlar esa tabiiyki jahonni lol qoldirgan Nodirbek Abdusattorov, eng yosh grossmeyster bo'lgan Javohir Sindorov va 2022-yilgi Olimpiada qahramoni Jahongir Vohidovni yodga olishadi. Ammo meningcha O'zbekning eng mashhur grossmeysterlar ro'yxatining avvalida Sohibqiron Amir Temur turadi. Hayron bo'lmang. Tarixiy manbalarda bu haqda juda ko'p ma'lumotlar keltirilgan. Sohibqironga zamondosh tarixchi Ibn Arabshoh shunday yozadi. Sohibqiron Amir Temur o'z fikrini peshlash maqsadida muttasil shatranj o'ynardi. U kichik shatranjdan o'tib katta shatranji kabirni ixtiro qildi. Bu shaxmat taxtasining eni 11 xona, bo'yi esa 10 xonadan iborat edi. Tarixchilar ta'kidlaydi. Amir Temur shaxmatni oddiy o'yin sifatida emas, balki harbiy strategiyaning chinakam maktabi deb bilgan. Uning mashhur so'zlari ham bunga yaqqol dalil. Umrimni Qur'on o'qish, shatranj o'ynash va ot minish mashqlariga sarf etdim. Sohibqiron saroyida davrning eng mohir shaxmatchilari to'plangan edi. Temur oddiy 64 kattak bilan cheklanmasdan 112 kattakli shatranj kabirni ixtiro qildi. Manbalarga ko'ra, Temur o'zi yaratgan shaxmat o'yini bilan mashg'ul bo'lib, ot bilan shoh va ruhni bir yurishda zarbaga olgan paytida choparlar unga o'g'il ko'rgani haqida xushxabar keltirishadi. Shunda Temur o'g'liga Shohruh, Sayxun bo'yida yangi qurilgan shaharni esa Shohruhiya deb nomlashni e'lon qiladi. Amir Temurni bekorga grossmeysterlarning grossmeysteri deb atashmaydi. Uning harbiy yurishlari haqiqiy shaxmat kombinatsiyalariga o'xshaydi. Peshqadamlar orqali yo'l ochish, qanotdan hujum, markazni egallash va dushmanga hal qiluvchi zarba berish. Ya'ni u har bir yurish strategiyasini avval Alovuddin Tabriziy kabi mohir shatranjchilar bilan kechgan shaxmat bahsida sinovdan o'tkazgan. Keyin uni jang maydonida hayotga tatbiq etgan. Shaxmat bir qarashda aqliy sport ashyosidek ko'rinadi. Lekin u ming yillar davomida harbiy qo'mondonlarning strategik fikrlashini, rejalashtirishini va hushyor qaror qabul qilish qobiliyatini chiniqtirib kelgan. Shu bois shaxmat harbiylar uchun hamon jang sahnasi vazifasini bajarib kelmoqda desak mubolag'a emas. Bugun ham shaxmat nafaqat sportdir, balki harbiy qo'mondonlar uchun aqliy mashq vositasidir. Zamonaviy urushlarda dronlar, raketalar va elektron qurilmalar qanchalik muhim bo'lmasin, asosiy g'alaba aqlda, strategiyada va oldindan ko'ra bilishda. Shaxmat ana shunday qobiliyatlarni rivojlantiradi. Bugun o'zbek shaxmatchilari asrimizning oltin fondi hisoblangan Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindorov, Jahongir Vohidov va boshqa shaxmatchilar Sohibqiron Amir Temur zakovat merosining davomchilaridir. Agar harbiy qo'mondonlar ham Amir Temurdek strategik fikrlar, har bir rejani puxta tuzib, har bir harakat oqibatini oldindan ko'ra bilsagina, g'alaba yo'li doim ochiq bo'ladi.